Biz turgan maydon qariyb 24 gektar hudud. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2018-yili tashkil qilingan Orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazi. Ayni shu hudud bugun Orolbo'yidagi dehqonlar, fermerlar, umuman Orolbo'yi uchun bir katta omil bo'layotgan maskan desak mubolag'a emas. Ayni shu hududda 1200 xildan ortiq o'simliklar o'sirilyapti va 65 turdan ortiq daraxtlar navi yetishtirilyapti va bu yerda o'sirilayotgan har bitta daraxt, har bitta yashil o'simlik bu kelgusida shu hududning rivojlantirishi uchun, aholining daromadi, farovonligini ta'minlashga hissa qo'shadigan katta loyihalar sanaladi. Yana bir muhim fakt, 2024-yili Dubayda bo'lib o'tgan xalqaro yirik ko'rgazmada aynan mana shu Orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazi g'olib deb topildi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinni oldi va mana shunday sertifikat shuning isboti. Biz esa mana shu markazda olib borilayotgan ilmiy ishlar, innovatsion g'oyalar va uning qanchalik hayotga daxldorligi haqida so'z yuritamiz. Bizler Xitoydan Sinjandan 12 sort бидайды alып kelganmiz, ham o'zimizning sortbilan taqqoslagan holda yegib, ayirmachligin, өнімнің qancha шығатылығын, егер bizlarga to'g'ri kelетін bo'lsa, kerak bo'lsa, сол sortlarni qo'llangan holda toza sortlar jaratamiz. Осы жылы bizler жаздық бидайдың 2 сортын, бірінің атын Мойнақ қойдық, екіншісінің атын Нокс қойдық, 2 таза сорт жаратылды. Қайерде ол таза сортыңыз? Қазір лабораторияға барғанда көрсетеміз. Кеттік лабораторияға. Қазір күнжіні көрсетеміз, бір мәрте суғарылмаған сортты көрсетеміз. Мына жерде инвитро үшін арналған теплица құрылып жатырыпты. Инвитрода клонированиеден көбейтілген өсімдіктерді бұл жерде адаптация процесі қылынады. Яғни лаборатория ұсынында өсімдікті көбейтіп клонировать ететін болсақ, бұл ешқандай сыртқы тәсірді көрместен қылады да, бірден ташқарға шығарсақ, ол өліп қалады. Шоның үшін инвитрода көбейтілген лаборатория бірінші өзіміздің лабораториясында харқыл амылларды қосып бара береміз. Одан кейін теплицаға келеді. Теплицада харқыл погодный условияларды создавать етіп, алып ең кейіннен далаға алып шығарылады. Бұл инвитро лабораториясы үшін арналған теплица. Бұны Дубайдың рауажландыру фондынан ұтып алдық. Неше миллионлық проект? Бұл $60 мың проект. Бұл проектіміз 150-ның екінші проект. Жама mana shu 24 gektar hududda necha milliardlik proyekt bor? Biz 20dan ko'p proyektlarimiz bor, $1 million aşağı. Endi ayni shu loyihalarning hayotda real fermerlarga ta'siri qanchalik? Biz birinchidan fermerlarni hudud-hudud shu yerga olib kelib o'qitamiz. Klasslarimiz bor. Metodikalarni ko'rsatamiz, qo'llanmalar ishlab chiqaramiz. Qolaversa, urug'larni o'zimizdan chiqqan tavsiya ретінде ularga yetkazib berib atribmiz. Qanchalik dolzarb edi mana shu markazning ochilishi, davlatimiz rahbarining tashkil etgandagi maqsadi qanchalik bu real hayotda o'zini oqlayapti? Endi nafaqat bu Arol dengizi regioni uchun dolzarbligi, bu butun dunyo uchun. Masalan, aytyapman, bizni ilmiy partnyorlarimiz Yaponiyadan, Tokio, Kyoto universiteti, Germaniyaning institutlari, qolaversa mana Dubayni qancha Xitoyning Sinjan institutining partnyorimiz, biz qo'shma laboratoriya qildik. Dunyoda bo'layotgan iqlim o'zgarish prosesining eng og'ir nimasi bizni hududda o'tyapti. Mana hurmatli prezidentimiz shuning uchun ham shu Qoraqalpog'istonni tanlagan. Butun dunyo ilmpazlari tomonidan juda yuqori baholanib o'tiribdi. Bunga o'xshagan sentr boshqa davlatlarda yo'q. Dunyoning eng manaman degan xalqaro shunaqa markazlari uchun bu yer haqiqatan ham ilmiy amaliy platforma bo'la olyapti. Platforma bo'ladi. Bu yerga kelganda hamma narsa tayyor, yerimiz ham tayyor. Mo'ynoqda yerimiz bor, 120 gektar, Arol dengizining o'zida yerimiz bor. Qo'shma loyihalarni amalga oshiryapmiz. Mana bizning hududning o'zida bor. Har xil urug'larni olib kelyapti, ideyalarni olib kelyapti. Bizlar ularga borib ko'rsatyapmiz. O'tgan yili birinchi o'rin olganimizning o'zi bu katta bizlar uchun e'tirof. Xirmonni jinnab atribmiz. Bunjining sortlari. Nima deb aytiladi? Qara shahzoda degan sortimiz, qap-qara ko'rdingizmi? Odam ko'zindek qap-qara. Kunjutni 1 gektardan 1000 kilogramdan 1,5 kilogramgacha oladi. Qarang, mana shu kunjutni yetishtirish noyobligi shundaki, aynan mana shu kunjut hosili uchun bir tomchi ham suv sarflanmadi. Suv ichmasdan yetishtirilgan kunjut umuman jahon bozorida o'ziga xos qimmatbaho xomashyo sanaladi. Oziq-ovqat barqarorligini ta'minlashda va bugun davlatimiz rahbarining aynan Orolbo'yi innovatsiya xalqaro markazini tashkil etishdagi maqsad ham aynan shu hududga mos, suvni tejaydigan, cho'lga chidamli o'simliklarni o'sishini rivojlantirish, fermerlarga, agrar tarmoqqa yordam berish, umuman hududda aholiga yordam berish edi. Bugun aynan shu maqsadga erishilyapti desak mubolag'a emas. Umuman jahonda kunjutga bo'lgan talab qancha?
Jahon bozorini biz analiz qilganmiz. Har yili dunyo yuzida 2 milliard 700 million dollarlik kunjut оборот mavjud. Bitta Xitoy Xalq Respublikasining o'zi bir yilda 1 milliard 350 million dollarlik kunjut sotib oladi. Har yili kunjutga degan talab 5%dan ko'tarilyapti. Qoraqalpog'iston diyorida kunjutni o'sishi juda yaxshi, lekin ekkandan keyin qo'lda yig'adi, yig'ib olish juda og'ir. Bu bo'yicha ham ishlayapmiz. Biz o'tgan yili Amerikaning Texasga borib kombayn bilan yig'adigan sortni olib kelganmiz, lekin adaptatsiya sal og'ir o'tyapti. Kelajakda shuni ham o'zimizdagi mavjud kunjutlar bilan nima qilgan holda yangi nav yaratish ustidan ishlayapmiz. Shashtirgan holda qancha kilosi necha dollar sanaladi? 1 kilosi jahon bozorida 2,5 dollar turadi. 1 tonnamiz 2,5 ming dollargacha boradi. 1 gektardan olinadigan hosil. Bizda ham 15-20 ming so'm turadi o'zimizning ichki bozorda. Demak, biz jahon bozoriga xomashyo sifatida chiqarish salohiyatimiz qanchalik? Xudo qalasa, agar kombayn bilan yig'adigan sortni ko'paytib bilsak, katta massada ko'paytsa bo'ladi. Lekin hozirgi paytda fermerlar 2-3 gektardan ortiq ekolmaydi, sababi buni qo'ldan yig'iladi, urug'i sochilib qoladi. Shuning uchun ham kam miqdorda yig'iladi, lekin kelajakda yangi sortlar, yangi navlar yaratgan holda buni yo'lga qo'yishni maqsad qilib qo'yibmiz. Kunjut tasvirchimizdan iltimos qilamiz yirik planlarda olib berishni. Mana shu bir nechta xil mahsulot chiqadi. Ayni shu yerda 30 dan ortiq davlatlardan olib kelingan 218 xil navi yetishtirildi va uning eng saralarini, eng samaralilarini, eng cho'lga chidamlilarini fermerlarga, dehqonlarga tavsiya sifatida yo'naltiriladi. Nafaqat mahalliy, balki xalqaro maydonda. Innovatsion markazning mobil laboratoriyasi fermerlarga, dehqonlarga voqea joyiga, dalaga borib yordam berishga harakat qiladi va biz ayni daqiqalarda ushbu markazning yuragi o'simliklar gen bankidamiz. O'ziga xos noyob laboratoriya. Bunaqa laboratoriyalar dunyoda sanoqli. Bu yerda o'simliklar genetika banki joylashgan. Birinchi marta men shu yil ishga tushyapti. Bo'lgan so'ralgan obyektlar dunyoning tek qana rivojlangan mamlakatlarida, sanoqli mamlakatlarda bor. Biz hurmatli prezidentimizning bu inisiativani Qoraqalpog'istonda Orol dengizi regionida ochib bergani uchun bizlar juda maqtanch etamiz. Ko'plagan mamlakatlardan birga istaysiz usunlar tushyapti. Bu Dubayda, Yaponiyada, kelajakda gen bank направлениясында birga istaysiz qolayotganlar mamlakatlarning soni juda ko'p. Hozirgi keyingi navbatda shakilimiz laboratoriya mudiri o'rinbosar Ajniyazga beramiz. O'zini tushuntirib ta'sirlab beradi. Assalomu alaykum Ajniyaz. Assalomu alaykum. Harman, tabriklaymiz mana shunday mo'jizaviy laboratoriya bilan. Tushuntirib bering. Bular o'simliklar gen banki. Bu yerda tekrardan o'simliklar tuxumlari saqlanadi. Qisqa, o'rta, uzoq muddatli tuxumlar saqlanadi. Qovun tuxumlari bo'lmasa. Mana shu mo'jizaviy bankalar desak bo'ladi. Gen bank ichida turibmiz. Biz nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyodagi eng unikal laboratoriyalardan biri. Endi mana shu hududda fanni rivojlanishiga bir o'ziga xos omil. Ayni mana shu bankada turgan qovun urug'i 100 yilgacha saqlanishi mumkin ekan. Shu bugungidek asl holida. Va shu yerdagi harorat +4 daraja iliq. Va bu yerda qancha urug' bor? 1600 ga yaqin. Tuxumlarni buni jinab olib kelamiz. Jinab olib kelgandan keyin fumigatsiya qilinadi. Dorilanadi. Ha, dorilanadi. Bir hafta dorilanib turib, laboratoriyada analizdan ko'gilishini aniqlab, so'dan keyin bu yerga kelib joylashtiramiz. Agar ko'gilishinligi 85-90% ko'mayin bo'lsa, bu yerga akelinmaydi. Qaytadan qaytib berib, qaytadan ko'gilishini jo'xorlatib aytamiz. Bu yerda o'sish darajasi ertaga 100% bo'lganlargina ana shu bankka olinadi. Yerlar tuxumlarda qayerdan olib kelgan koordinatlar aniqlanadi, qaysi fermerdan akilingani, ham qaysi sort ekani aniq qo'shib kelinadi. Kerak laboratoriyada qizlar aniqlab, tozalab, ko'gilishini aniqlab, fit bo'lib, fumigatsiyadan keyin kiriladi bu yerga. Demak, haqiqiy pasportiga ega urug'lar desak bo'ladi. Mana miqdori nechta dona, namlik darajasi 7-8, 200 yildan keyin ham shu urug'ni topish kerak degan paytda mana shu yerdan topiladi. Haqiqiy mo'jiza, bu fanning mo'jizasi. Kodga qarab topib olamiz. Kompyuterda kodiga qarab. Yaqinda QR kod ishlab chiqib niyatimiz bor. QR kod. Yana nima yangiliklar bor bu yerda? Galabit o'simliklarni ko'paytirish maqsadida
Solar ne var? Galapit o'simliklar bu Galapit suvsizlikqa cho'lga chidamli. chidamli o'simliklar hisoblanadi. Ular laboratoriyada analiz qilyapti. Mana shunday markazlarda ishlayotganingiz, markazlarni aynan Orol bo'yida tashkil bo'lganligi ta'lim sifatida qanchalik motivatsiya beradi sizga? Hozir bu yerga kelganman 1 yildan o'tdi. Kelganda hech tushunmaydim, hozir qiziquvchilik ortib, o'zim tuxumlarning o'zi ko'rib motivatsiya bo'ldi. Ozgina Mana bu qora sedalar bozorlarda nonlarni yuziga sepiladigan, o'sha shirin ta'm beradigan va shu paytga qadar sedani Qoraqalpog'istonda ekmagan, sababi shu hududda o'smaydi deb qabul qilishgan yillar davomida. Markaz olimlari tomonidan yaqinda mana shunaqa sedalar shu hududda yetishtirildi va ayni paytda laboratoriya tahlillari olib borilyapti. Agar ekspertiza xulosalari uni yana ham ommalashtirish kerak deb hisoblansa, bankka taqdim etiladi va kelgusida yana ham ko'paytirish haqida xulosa qabul qilinadi. 30dan ko'p sortlarni bu yerda yig'ib ko'rib ko'paytyapmiz. Oq jo'ri, qora jo'ri, qizili da bor, uni ichida praynik qiladigan da bor, jo'ridan spirt qiladi. Nega biz jo'ridan pul ishlashni bilmaymiz? Jo'ri o'zimizning ata-bobomizning klassik yegini bo'lsa, jo'ri yeguvdi har bir semiyada hamma biladi, asrisi avullarda. Zag'ara masalan o'tganda Dubaydan kelgan sheyxlarga zag'aralarni pishirib, shu yerda o'sirgan o'zimizning jo'rilarini berib juda hayron qolib o'tiribdi. Uni o'nglamiz, bu kulturani kelajakda albatta rivojlantiramiz. Menimcha jo'rini rivojlantirish kerak, eksportga chiqaruv darajasi neda? Qarjaq betda ana kameralari bor bolalarning gembankka kirgizuvdan oldin o'simliklarning unumshemligi tekshirib chiqiladi. Turine qarab, luma boshqacha, qizili bor. Bunu Dubaydan keltirganda. Xitoyda jo'ri yetishtirilmagan. Hamma joqda yetishtiriladi. Bu spirt uchun xomashyo qiladida-ya? Spirt uchun juda. Jo'rining o'zimizdagi ekkin bizlardagi yegilgan, ko'paytirilgan turlarimiz hammasi. Har bir o'simlik tekshiriladi. Bundan keyingi xonaqalar daniylar yoziladi, registratsiya qilinadi. Bu gunji bo'yicha da gunjining turlari. Bunda hammasi hozir hisob kitob qilinib, 1 gektardan qancha chiqadi, bir o'simlikdan qancha chiqadi, hammasining daniy aylanadi 218 sort bo'yicha da. Odan keyin uning ishine o'tirib komissiya sozdавать etib, научный советтің ishinde qaysi sortlarni bizga Qoraqalpog'istonga ko'paytirishga qo'yamiz. Qaysi o'zlarining yaxshi tarafini ko'rsatdi, qaysi biologiya qarshisida ko'p. Mana buniki yer pisteni ko'paytirish bo'yicha mana mahalliy o'zimizning burungi piste bo'lатын bo'lsa jo'xori, mana avangard toza ko'paytib atgan sortimiz. Qoraqalpog'istonda yaxshi ko'girdi. 1 gektardan 3-4 tonnaga шекем hosil olsa bo'ladi ekan. Qoraqalpog'iston shariatida suvda az qo'llaniladi. Buni o'zlaringiz обычно ko'rib жүргенлеріңізден bir necha marta jo'xori. Bu proyektni nemislarмен birga isteyapmiz. Qoraqalpog'istonda yetishtirilmagan-ya u so'qash. Yo'q, yetishtirilgan chiqar, endi bizga buni sort boshqa sort. Bu ne sort? Lider. Lider. Bu yer yong'oq Qoraqalpoqlarda piste deydi. Aynan shu lider navi Toshkent davlat agrar universiteti olimlari bilan hamkorlikda yetishtirilgan. Hozir tadqiqot olib borilyapti va eng muhimi mana shunday yirik hosil olingan ekan. O'zi odatda bizning bozorlarimizdagi hosil mana shu ko'rinishda bo'lgan. Olimlarni niyatlariga biz tilakdoshmiz. Kelgusida mana shunday yirik donali yer yong'oq yetishtirilsa, albatta jahon bozorida o'ziga xos imkoniyat. Xitoylar kelib ketdi. Agar 1000 tonnadan jo'xori chiqarib bera oladigan bo'lsangiz, biz import etamiz deb zainteresованность bildiryapti. Ha, zo'r ekan. Zo'r. 1000 tonna jetkiza olmaysizmi? Uni jetkizib beramiz. Qayerda? Hozircha bizning sentrda fermerga chiqaramiz. Mana gunjining sortlari ko'rib turibsiz, hammasi birda mamlakatdan olib kelingan. 218 sort. Buni kontrollayib ketib, hammasining описанияsi. Bunda chiqqandan 200 grammdan olib kelgan zatlarimizni 3 yildan ichida 5 tonnaga chiqardik-ku. 5 tonna уже biz Qoraqalpog'istonga yetkazib bera olamiz. Tasavvur qiling, xorijdan olib kelingan mana shu bankadagi atiga 200 gram kunjut urug'i shu yerda 3 yil davomida yetishtirilib 2 tonnagacha hosil olinadi va kelgusida u yana 2020 ming, 30 ming tonnalarga ham yetishtirilishi mumkin. Bu yerda shunday salohiyat bor va eng muhimi mana shu yetishtirilgan kunjut urug'ining hosili dehqonlar tomonidan, fermerlar tomonidan ma'qullansa, ularning yerda real natijalarga erishsa, samaradorlik ortsa va albatta eksport salohiyati bu alohida mavzu. Ana shunday pozitiv natijalarga erishilsa, kelgusida katta plantatsiyalarga asos bo'ladi. O'simliklar laboratoriyasi, masalan, bir o'simlikni ko'g'irni aralga ko'g'irmaymi. 500 kilometrga borib, u yoqqa yegib, tag'i bir zat qilib yurmaysanda, laboratoriyada so to'proqni, so neni shariatni yaratgan holda o'sadimi, o'smaydimi, hech qanday rasxodsiz shu yerning o'zida tekshirib ko'rsa bo'ladi. Ajnas hozir tushuntiradi, toza bizlarning registratsiyadan o'tkazgan 2 bidaydың сортын bu yıl registratsiyadan o'tkazdik. Biri aral, biri ikkinchisi nukus. Bu жаздық biday, егер Qoraqalpog'istonda qish qattiq og'ir kelib, bidaylar suv urib ketgan taqdirda жазда eksa deb bo'ladigan sortda. Bu toza bizlarga sho'rga ham suvsizlikqa chidamli sortlar. Hozir biz turgan yer Egilli diversifikatsiyasi laboratoriyasi
егілі диверсификациясы лабораториясы 3 группаны өз ішіне алады. Қазір тұрған жеріміз өсімдіктерді жасалма шариғатта көруханасы. Сырттан алып келген, мысалы өзімізде болмаған дәстүрлі емес егілер болады ғой, мысалы біздердің шариғатқа икемлеспеген, бейімлеспеген сол өсімдіктерді сол қанада үйренеміз. Сексеуілдің несі? Бұл сасна элдарскийдікі. Бұна біз енді бұны көбейту қазіргі уақытта машқалап отырып, мысалы соны тамырын шығартып, әрқилы биотемператураларда көріп аламыз сол жерде. Игна барлидара. Енді бұл инкубатор +5-тен 6-ға шейін температураны өз ішіне алады. Мысалы аралда қандай, мысалы 45 градус температурада егуіміз керек болған егінді біз сол жерде 45 градус беріп аламыз. Өзінің перспективасын көрсетсе, біз оны кең далаға алып шығамыз. Фитотрон дейді, бұл климатический камера. Енді бұл жерде көріп тұрғаныңыздай спирулина өсіріп жатыр да бұл жерде. Спирулина бұл косметикаларға қосылатын компания. Германиядан 2 түрдегі штаммын алып келгенде, һәмде біз сол штаммтан 25 градуста 12 сағат жақты, 12 сағат қараңғыға қойып көріп жатырмыз. Екінші лабораторияда бұның үлкен объемы бар да. Бұл жерде соған жасалма шариғат жаратып беріп жатырмыз. Міне сен жас алымсаң, сен не деп ойлайсың, бұл біздерге масласып кете ме екен? Жұмысымыздың бірінші қадамын тастадық, яғни осы бойынша бүгінгі Қарақалпақстанда істелінбеген жұмыс, сондықтан бүгінгі күнде бұны біз алып барып жатырмыз, үйреніп бастап жатырмыз. Екінші лабораториямызда көрсеңіз болады, көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр, иә? Демек спирулинаны біздер ексек болады екен да, иә? Бұны екпейміз. Бұл 25 градус мысалы суда температурада сақтап тұрып, судың бетіне қалқанады, бұл су от есебінде. Судың бетінен алып, оны сатсаң зор ғой онда. Әр 6 сағатта сүзіп алынады бетіне. Оны біз таблетка формасында істеп шығарылады. Құда қаласа бұл өзінің жақсы нәтижесін берді. Aslida mana shu marka haqiqiy ilm o'chog'i desak mubolag'a emas. Har bitta laboratoriyada, har bitta kabinetda o'ziga xos yangi ilmiy ishlanmalar, noyob innovatsiyalar bajarilyapti va yosh olimlar uchun ham o'ziga xos platforma. Mening yonimda suhbatdoshim yosh olima Nodira Omonboyeva. Ayni davlatimiz rahbari ilmdan kutgan, xalqimiz kutgan natijalar mana shu markazning xonalarida bajarilyapti desak mubolag'a emas. Nodira olib borayotgan ilmiy ish ham kelgusida katta salohiyatga ega. Hozir o'zlari aytib beradilar. Бұл тикарынан көп жасыл суоты болып есептелінеді. Бұл суот табиғи азық сипатында танылған болып есептелінеді. Бұл тикарынан 60-70% биологтан барады құрамында. Спирулина тикарынан иммунитетті көтеру үшін энергия сипатында ұсыныс етіледі. Hozir qanday yaratyapsizlar spirulинаны? Қазірде біздер лаборатория шариғатында көбейтіп жетістіріп жатырмыз. Өсімдікке кислород жеткізіп берілу керек. Қазірде біздер бұған кислород жалғап қойғанбыз. 12 сағат жақтылықта һәм 12 сағат қараңғылықта болу керек. Бұл шариғатта өсімдікке қазірде істелініп берілген. Kelgusida shu yerda yetishtirish salohiyatini qanaqa baholaysiz? Ұнтақ халында пайдаланады. Одан кейін таблетка халына келтірілген ұнтақ халынан. Ал бұл болса балық үшін. Тикарынан бұдан балыққа да азық сипатында үлкен жәрдем береді. Балыққа да жібереміз һәм өздерімізді шикі өнім таблетка үшін бұларды тәйярлап жатырмыз. Zo'r-ku, bu sizning ilmiy ishingiz. Qachon himoyaga chiqasiz? Енді магистратураны енді бастап жатырмын. Қазірде осы теманы өзім магистр теманы қалып алып жатырмын. Omad tilayman sizga. Құрғақшылыққа, ыстылыққа, шуарға шыдамлы жазылық бидайдың сортларын жарату жойбар алып барынды бізде. Мексиканың Семит деген шөлкемінен 500-ден астам үлгілерін алып келгенбіз. Сол 500-дің ішінен біздердің Қарақалпақстан шариғатында дала жағдайында үйрендік, лаборатория жағдайында. Бұның сол генде көрсетілген, яғни шуарға шыдамлық белгілер шкаласы бойынша көріндік. Біз ең жоғары шкаласыменен біз соны 3 жыл давамында сынаудан өткізіп, ең жақсы деп тапқан сортымызды тұқым қадағалау несіне бергенбіз. Патент алу үшін беріп қойыппыз, документтеріміздің бәрі бірлемші тұқымгершілік жолға қойылады. Бұның аты не ол? 995 мойнақ. Арал бойы инновация орайы 2018 жылы президенттің арнаулы қарарымен шүркілместірілген болып, бүгінгі күнге шейін жүдә жетік болған лабораториялармен тәмінленген. Бұл жерде өсімдіктеріміз микроклон дәрежесінен өсімдік дәрежесіне шейін жеткеріліп, дара-дара өсімдік халында біз адаптация ханасына һәм одан кейін далаларымызға жеткеріп береміз. Құрметті президентіміздің бастамасымен бұл лабораторияларда мінекей шүркілместірілді. Шет елден түрлі ең заманауи лабораториялар
үскенелер алып келінді. Лаборантларымыз, ilmiy xodimlarimiz bu жерде өзінің ilmiy жұмысларын алып бармақта. Магистрлеріміз келіп, өзінің тәжірибесін арттырмақта. Бұл қанамызда 17 түрдегі өсімдіктердің клонлары өсірілмекте. Бұлардың көпшілігі тауылмайтұғын наяб өсімдіктер болып есептелінеді. Көпшілігі бірінші мәрте алып келінген, енді интродукция қылынатұғын, қиын көбейетұғын өсімдіктер болып есептелінеді. Leyla Po'latovna, davlatimiz rahbarining aynan Orol bo'yi mintaqasiga, mana shu yerdagi ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan katta tashabbuslarni, yuksak minbardan bildirilgan tashabbuslarni butun el yurtimiz, xalqimiz ko'rib turibdi va uning natijasi mana qisqa muddatda, agar 2018 yil bundan deyarli 8 yil avval Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi davlatimiz rahbari yuksak minbardan yangi O'zbekistonni tanishtirayotib butun dunyoga Orol muammosi haqida aytgan va o'shandan keyin qator tashabbuslar amalga oshirildi. Bugun Qoraqalpog'iston haqiqatdan ham Orol bo'yida bir o'ziga xos ekologik innovatsiyalar hududiga aylanyaptimi? To'g'ri aytasiz. Bugun mana neni ko'rсек, markazni ko'rсек, bu hurmatli prezidentimizning siyosatining natijалары. Жақында өзіңіз хабарыңыз бар. Бірлескен мемлекеттің minbaridan hurmatli prezidentimiz Арал бойынесінің natijаларын айтып өтіп кетті. Бұл Аралға еккен ұлтанына сексеуілдерді жасыл белбау деп айтсақ болады. Бұл бүгінгі міне инновацион марказының президенттің саясатының natijалары деп ойлаймын. Қазіргі уақытта 20-дан аслам проектлер бүйірді әмелге асырылып, жер жүзілік деп айтсам болады. Халықаралық проектлер әмелге асырылып жатырыпты. Хамесі $1 миллион аслам әрбір проект. Соның үшін өзіңіз бүгін көрдіңіз, өзіңіз гуа болдыңыз, осы әмелге асырылған проектлер. Бидайдан баслап, күнжеден баслап, алмадан баслап, хамесі таза инновацион сортлары ham Қарақалпақстан шариатына, Арал бойы шариатына бейімлестірген сортларды шығарып, ендігі этапы соны фермерлердің арасында, эксперименттердің арасында, ауыл қожалық системасының арасына тарқатуға бұлар басылады. Qanchalik bu hududning yashilligida, hududning agrar salohiyatida, odamlarning farovonligida ta'sirini ko'rsatadi? Siz to'g'ri айтып өттіңіз. Har bir проектке өзінің ilm жағынан, білім жағынан, ham өзінің ixtiyar жағынан har bir неге итибарын беріп жатырыпты бұл жерде. Біріншіден өзінің нәтижесін беріп жатырыпты, итибар берген болсаңыз. Бұл халыққа қызмет ететұғын марказ, біріншіден, екіншіден экспериментлерге қызмет көрсететұғын марказ. Үшіншіден, бұл жерде ilm менен инновация өзінің нәтижелігін көрсетіп жатыр. Хамеміз білеміз, Қарақалпақстанның территориясы ең шеткі арал экологиясы тәсірі бар аймағы болып есептелінеді. Бірақ көрсеткен нәтижелерін бүгін алмаларды көрдік, бидайларды көрдік. Былтыр пақтам екті. Бұл жерде Қарақалпақстан шариатында 45-50 центнер гектардан беретін несі мүмкіншілігі жоқ. Бірақ осы центрде өзің пақтасын беріп, сол нелерін, нәтижелерін берді. Соның үшін мен ойлаймын, бұндай центрлар бұл эксклюзив центр деп айтсақ болады. Бұл Өзбекстанда мақтанатын центр деп айтсақ қателеспеймін деп ойлаймын. Мына итибар берің, біздің жолымыз, Өзбекстан жолымыз, тура жол, нәтижелі жол, инновацион жол.